O'zbekiston Sumo Federatsiyasi o'tgan dam olish kunlari ikkita tadbirga mezbonlik qildi. Xorijlik mutaxassislarni jalb etgan holda hakamlar uchun seminar tashkil etildi. Kecha o'smirlar va yoshlar ishtirokida saralash musobaqasi tashkil etildi. Sumo bo'yicha O'zbekiston saralash turniri hakamlar uchun seminar bilan boshlandi. Qirg'iziston terma jamoasi bosh murabbiyi Emirlan Qachqimbayev murabbiy va hakamlarimizni sumoni qonun-qoidalari, musobaqani tashkil etish va o'tkazish tartibi bilan tanishtirdi. O'smirlar va yoshlar esa bir necha vazn toifasida bahslarda ishtirok etdi. Sumo kurashi bo'yicha o'smirlar o'rtasida saralash musobaqasi bo'lib o'tyapti. Ushbu musobaqani tashkil etishdan asosiy maqsad O'zbekistonda sumo sportini rivojlantirish. Sumo sportini o'zini e'tibor beradigan bo'lsak, asosan juda qat'iy tartib intizom o'rnatilgan mardlik, jasorat xususiyatlarini rivojlantirgan. Bu xususiyatlar yosh avlodning o'sib kelishiga, vatanparvar hissiyotlarni shakllantirishda katta yordam beradigan umiddaman. Bizda O'zbekistonda milliy kurashimiz bor, belbog'li kurashimiz bor, sambo kurashimiz, dzyudo kurashlarida hammasini mujassam etgan desak bo'ladi. Bu yerda barcha o'sha yuqorida aytib o'tgan kurashlarning usullaridan bemalol foydalansa bo'ladi. Qirg'iziston terma jamoasi ustozi o'zi bilan 3 nafar shogirdlarini olib kelgan edi. Ular ham musobaqada raqobatga kirishdi, yengil vaznda g'olib va sovrindorga aylanishdi. Mehmon polvonlar yoshlarimizni mahoratiga yuqori baho berdi. O'zbekiston yoshlari birinchi bor bunday musobaqada ishtirok etishdi. Sumo maydoniga birinchi bor chiqishda esa ular ajoyib kurashishyapti. Toshkent bizga juda manzur keldi. Men o'zim Yunon-Rum kurashi bilan ham shug'ullanaman. Shu bois sumoda kurashish oson kechgan. O'zbekiston yoshlari ham tengdoshlari mehmon atletlarga qarshi bellashuvlarda tajriba to'plashdi. Umumiy 50 nafar kichik yoshdagi polvonlar o'zlarini sumoda sinab ko'rishdi. Yuqori natijaga erishgan o'smir atletlarimiz Yaponiyada o'tadigan xalqaro musobaqada ishtirok etish uchun tayyorgarlik ko'radi.